Bergan pulingizga stoyishchi narsa olasizlar. Malibuni ko'ryapsizlar. Malibuni eskirgan sidinasini yechib oldik. Ustiga arzimagan 350-400 dollar zaplata qildilar. Mana bunaqa Mercedes W205 ga original napa kojali sidinasini qo'yib berganmiz. Eng asosiysi buni komforti. Birinchi o'rinda Malibu sidinasida yo'l funksiyalari ham bor. Maishiy qoplari bor, atamankalari bor. Podogreflari bor, masajlarga ham qo'yib berganmiz kerak bo'lsa. Kimga shunaqa sidinalar, shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Bitta Malibu emas, O'zbekistonda nima mashina borki, hamma mashinasi ichini xudo xolasa o'sha sizlar xohlagandek komfort, sizlar xohlagandek ashuna olasizlar xudo xolasa. Pulinglarga kuymaysizlar. Eng asosiysi bergan pulinglarga stoyishchi narsa olasizlar. Bizdagi mahsulotlar bilasizlar, hammasi kачество va o'sha kafolatlargacha qilib beramiz. Bemalol komfort tuzumi xizmatlarida faqat kelishinglar kerak, tanlashinglar kerak. O'zingizlarning eski sinanglarga zamin qilsanglar, sizlarga ancha arzon tushadi. Pulingiz yetmagan joyda bizda 1 yillab bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Joyimiz Toshkent shahar, Chilonzor 19-kvartal, 61-domda joylashgan. Komfort tuzumi xizmatlarida kelaverasizlar akalar.